do'stlar, barchaga tek profit yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun bizda 21-may O'zbekiston vaqti bilan bir quruch bo'ldi. Tak, oxirgi prognozda nimalarni qildik va bugun nimalar qilishimiz mumkin? Keling, shular haqida gaplashamiz. Prognozni ko'rishdan oldin sizlarga maslahat berardim. Bu berilayotgan narsalar 100% lik emas va sohani ichida hech qachon 100% lik narsalar yo'q. Har bitta prognozga minimum riskda qilinadi. Uzoq muddatga ishlanmoqdami? Plus minus joy olinadi. Ya'ni misol uchun entry berilgan zonadan teparoq yoki pastroqga qo'yiladi. Mani prognozlarimda ishlashdan oldin oxirgi eng kamida 3 ta videoni ko'rishni maslahat beraman. Agarda oldindan beri ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, xush kelibsiz. Bo'lmasa prognozni boshlaymiz. 8-mayda berilgan ideyamizni birinchi muhokama qilib chiqadigan bo'lsak, ya'ni 3362 lik zonadan sell berilgan, 66 lik zonadan qaytdi. Ideal tarzda birinchi shu zonada o'ynab turish haqida xabar berildi. So'ng bizda pastki zona ham berilgan va pastki zonadan ko'rib turganimizdek ideal reaksiya olib hozir ketmoqda. Va общий счётda biz bir 6 oydan keyin nima bo'lishi haqida aytganmiz. Plus minus 20 kun ichida narx birinchi qaytarish 3300-3305 ta bo'lishi kerak. Bizda hozirda ko'rib turganimizdek 8-maydan hozirgi kungacha bizda primerni 13 kun o'tibdi. 13 kun o'tgandan keyin bizda hozir narx o'sha zonalarda. Xo'sh, hozirgi paytda nima qilishimiz mumkin? Общий счётda ideyamiz buy, uzoq muddatli, lekin biz uzoq muddatlini ham sal qisqaroq muddatli qilamiz. Xo'sh, bizda hozir mana shu zona cho'ta netoro zona bo'lib turibdi. Aynan mana shu zona. Aynan mana shu zona bizda netoro zona bo'lib turibdi. Ya'ni 3320, 3300 rayoni bizda netoro zona. Bu xo'sh, nima qilishimiz mumkin? Bu zonadan ham sell ketib qolishi mumkin, lekin biz bu zonadan hozircha qiziqmaganimiz ma'qul. Agarda bu zonadan sell ketadigan bo'lsa ham, bizda birinchi take profit 3240-3260 lik zona bo'ladi. Aynan mana shu rayonlarga to'g'ri keladi. Agarda bu zonadan narximiz sellga harakatlanadigan bo'lsa, ya'ni bizda mana shu zona birinchi minimum sell zona, lekin bu fakt emas. Minimum sell minimum bizda sell zona. Minimum sell zone. Bizda bu minimum sell zona, lekin risk. Tak, keyingisi nima qilishimiz mumkin? Keyingisida o'zi agarda yo'q, bu yoqdan oqmadi, keyin dalish ketadigan bo'lsa, keyingi bizda rayonimizni 3380, bu bugungi holatda 24 soatlik vaziyat yo'q. Vaziyat sal oydinlashgandan keyin biz prognoz beramiz, lekin qisqa kunlik muddatlilarni biz maxsus kanalda sizga ravishda berib boramiz. To'g'ri, shogirdim berib boryapti. Xo'sh, bu zonaga chiqadi. Bizda umumiy ssenariy qanaqa bo'lishi mumkin? Tak, bizda umumiy ssenariyga qancha vaqt olsak bo'ladi? Misol uchun, bugun 21-may 21-may bilan 22-maygacha bo'lgan periodda olamiz. Misol. Xo'sh, bizda narx birinchi holatda harakatlanib pastga tushishi mumkin. Xo'sh, ikkinchi holatda bizda bu ikkinchi holatda narx harakatlanib ushbu zonaga chiqib, lekin birdaniga bizda tepaga chiqib ketish ehtimoli juda kam. Lekin общий счётda biz baydamiz, lekin hozirgi qisqa muddatlikda biz birdaniga keta olmaymiz. Uning uchun bizda uzoq muddatlikda buy ketishi uchun, ya'ni общий ssenariy, buni ko'rishinglarni maslahat beraman. Buni bittadan olib qoramanman, o'chirib yuboraman. Rasmga olib olinglar o'zingizlar uchun. Xo'sh, общий счётda trayektoriyani belgilaymiz. Bizda qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin? Xo'sh. Tak, narx harakati bu yoqda. Hozirda bu zonadan qaytishi mumkin bu yoqgacha.
yana harakatlanib, xo'sh, yana bu zonaga baribir shu 3160, 3140 lik zonani test qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu zonada bitta narsa bor, uni sizlarga ayta olmayman, lekin o'zimning analizim bo'yicha shu zona bor. Xo'sh, ushbu zonaga chiqishi mumkin. Undan keyingi harakatimizda nasib bo'lsa polniy bayga ketamiz. Shu bilan ketdik. Endi birinchi navbatda bo'lsa, bu yoqdan qaytgan taqdirda buncha bo'ladi, buncha bo'ladi. 3400 lik zonalar bizda birinchi take profit bo'ladi. Xo'sh, bu zonadan ham qaytishi mumkin, lekin bizda yana bitta zona bor. If degan zona bor. Ifda bizda agar zonasi bu yoqda anaqa holatda bo'lib qaytishi mumkin. Okey. Bu bizda ikkinchi ssenariy. Ashna ko'k qilib qo'yaman. Endi narx bilan description qilib qo'ysam, hammasi ajoyib bo'ladi. Kommentariy bor edi-yu, qani kommentariy? Bu bizda ikkinchi ssenariy. Bu o'sha 20-30% li rubrika, 20-30% li prognozli rubrikasi ko'k chiziq. Bizda ikkinchisi qizil uchun bo'ladi. Qizil chiziq. Bu bizda birinchi ssenariy. Ajoyib tarzda. Juda ham ajoyib. Qizil ssenariy bizda birinchi ssenariy bo'ladi. Ya'ni qizilga ko'ryapsizlar, shu harakatda bu yerdan yig'ilib turib tepaga ketadi. Endi harakat qilamiz. Agarda prognoz yaxshi holatda ketadigan bo'lsa, biz unga tegmaymiz. Ya'ni ketaveradi. Qancha vaqt turadi, ketaveradi. Agar prognoz уже aktivligi darajasiga yetib kelgan bo'lsa, biz prognozni to'xtatib, boshqa prognozni olamiz. Ya'ni bu yoqda ko'rib turibsizlar, bu hali ham qaysidir ma'noda aktual. Chunki zonalar, minimum zonalar bordi. Bu orqali 001 bilan men o'zimni tanishim $500 ishlab olibdi. Endi постоянно kuzatadiganlar biladi, juda ham yaxshi daromadlar qilishadi. Hozircha ideya shu. Kanalda nasib bo'lsa, ideyalarni batafsil holatda yoritiladi. Maxsus kanalda batafsilroq yoritilgani chiqadi nasib bo'lsa. Bo'lmasa barchaga take profit do'stlar, ishonchli broker silkasi pastda bor. Telegram kanalimiz ham bor. Bo'lmasa ko'rishguncha tez orada yana ko'rishamiz. Men o'ylayman, yana 2-3 haftadan keyin emas, erta yoki indin albatta ko'rishamiz.